Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushunarli qilib aytib beraman. 2026 yil avgust oyida pensiyalar bo'yicha kim 300 ming so'm, kim 400 ming so'm, kim esa 7 ming so'mgacha qo'shimcha pul olishi mumkin. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan insonlarga emas, ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki ko'p hollarda odamlar o'ziga tegishli qo'shimcha pulni bilmagani, hujjat topshirmagani yoki xatoni vaqtida tekshirtirmagani uchun ololmay qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlarga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olmasligi mumkinligini, qanday hujjatlarni tayyorlash lozimligini va pensiya miqdorida xato bor yo'qligini qanday tekshirtirish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilish oilangiz budjeti uchun juda muhim. Avval bir narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya degani faqat bitta umumiy pul emas. Ko'pchilik menga pensiya tayinlangan, demak hammasi avtomatik hisoblanadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdoriga bir nechta omil ta'sir qiladi. Ish staji, rasmiy ish haqi, pensiya turi ustamalar, kompensatsiyalar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya, minimal pensiya miqdori va qonunchilikdagi indeksatsiyalar. Ilgari ko'p pensionerlar pensiya oshirilganda faqat umumiy foiz yoki belgilangan minimal miqdor asosida o'zgarishni kutardi. Ya'ni davlat tomonidan pensiyalar oshirilsa, odamlar kartasiga yoki naqd to'lov orqali yangi summa kelardi va ular demak shuncha ekan deb qabul qilardi. Lekin hozirgi tizimda farq shundaki, pensiya miqdoridagi o'zgarish faqat umumiy oshirishdan iborat bo'lmasligi mumkin. Ayrim toifadagi pensionerlarga qo'shimcha ustamalar, ayrimlarga qayta hisoblash natijasida farq puli, ayrimlarga esa hujjatlari to'liq bo'lsa, avval hisobga olinmagan davrlar uchun qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. 2026 yil avgust mavzusida odamlarni qiziqtirayotgan 300 ming, 400 ming va 700 ming so'mlik qo'shimchalar ham aynan shunday holatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Hamma pensioner bir xil miqdorda qo'shimcha olmaydi. Kimdir minimal pensiya miqdoriga yaqin bo'lgani uchun 300 ming atrofida qo'shimcha sezishi mumkin. Kimdir ish staji yoki qo'shimcha hujjatlar hisobga olinib 4 ming so'mga yaqin farq olishi mumkin. Kimdir esa nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, ustama yoki qayta hisoblash sabab 5-7 ming so'mgacha qo'shimcha olish ehtimoli bor. Lekin bu pul avtomatik hammaga tushadi degani emas. Birinchi toifa minimal yoki minimalga yaqin pensiya olayotganlar. Agar pensionerning hozirgi pensiyasi eng kam belgilangan darajaga yaqin bo'lsa, pensiya miqdori oshirilganda yoki ayrim kompensatsiyalar qayta ko'rilganda uning kartasiga qo'shimcha tushishi mumkin. Masalan, bir pensioner 1 million 2 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, yangi hisob kitobdan keyin uning pensiyasi 1 million 3 ming so'mga yaqinlashishi mumkin. Bu yerda farq taxminan 300 ming so'm bo'ladi. Lekin men yana ta'kidlayman, aniq raqam har bir insonning shaxsiy pensiya ishiga bog'liq. Ikkinchi toifa ish staji to'liq hisobga olinmaganlar. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Masalan, odam 1970 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan. Keyin 1996 yildan 2000 yilgacha boshqa tashkilotda ishlagan. Pensiyaga chiqqan paytda ayrim eski arxiv hujjatlari topilmagan. Mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lgan yoki korxona tugatilgan. Natijada 3 yil, 5 yil, ba'zida 8 yil ish staji pensiya hisobiga kirmay qolgan. Keyinchalik odam orqadan ma'lumotnoma topib kelsa, pensiya qayta hisoblanadi. Ana shunday holatda qo'shimcha 300 ming emas, darsud ayrim ming so'm atrofida ham bo'lishi mumkin. Masalan, Nazira opa 28 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin pensiya hisobida 22 yil ko'rsatilgan. Sababi 6 yil ishlagan tikuv fabrikasi tugatilgan, hujjatlar arxivda bo'lgan. Nazira opa arxiv ma'lumotnomasini olib pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiyasi qayta hisoblanadi. Agar uning oylik ma'lumotlari ham tasdiqlansa, har oy oladigan pensiyasi oshadi. Bundan tashqari, ayrim hollarda oldingi oylar uchun farq puli ham hisoblanishi mumkin. Mana shunday vaziyatda odam nega qo'shnimga 400 ming qo'shildi, menga esa 120 ming deb hayron bo'lmasligi kerak. Chunki har bir pensiya ishi alohida. Uchinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan fuqarolar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin yana ishlaydi. Lekin keyin pensiyani qayta hisoblatish kerakligini unutadi.
Agar odam pensiyaga chiqqanidan keyin rasmiy ishlagan bo'lsa, ish beruvchi soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'lagan bo'lsa. Bu ma'lumotlar ayrim holatlarda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Albatta bu har yili avtomatik katta pul qo'shiladi degani emas, lekin rasmiy mehnat faoliyati bo'lganini tekshirtirish kerak. Misol uchun, Akmal aka 2020 yilda pensiyaga chiqqan, lekin 2022, 2023 va 2024 yillarda qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. U men baribir pensiyadaman, ish staji endi kerak emas deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda keyingi ish davri, sug'urta badallari, rasmiy daromadlar pensiya ishida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun Akmal aka pensiya jamg'armasiga borib, pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishini so'rashi kerak. Agar hisob-kitobda asos bo'lsa, unga qo'shimcha to'lov chiqadi. Bu 300 ming bo'ladimi? Data 20 ming bo'ladimi? Kamroq yoki ko'proq bo'ladimi? Buni faqat shaxsiy ma'lumotlar orqali aniqlash mumkin. 4-toifa nogironligi bo'lgan shaxslar. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasida ham guruh tibbiy xulosa, mehnat qobiliyatining yo'qolish darajasi, parvarishga muhtojlik, urush yoki mehnat jarohati kabi omillar katta rol o'ynaydi. Agar insonning nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy komissiya xulosasi yangilangan bo'lsa yoki unga parvarish bo'yicha qo'shimcha ustama belgilanishi kerak bo'lsa, pensiya yoki nafaqa miqdori oshishi mumkin. Ana shunday holatlarda qo'shimcha 5-7 ming so'mga yaqinlashadigan vaziyatlar ham uchrashi mumkin. Masalan, Bahodir aka avval 3 guruh nogiron sifatida to'lov olgan. Keyin salomatligi yomonlashib, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi unga 2 guruh nogironligini belgilagan. Agar bu ma'lumot vaqtida pensiya tizimiga kiritilmasa, u eski miqdorda pul olib yuraverishi mumkin. Lekin hujjat topshirilgandan keyin qayta hisoblash bo'ladi. Shunda yangi guruh bo'yicha to'lov oshadi. Ayrim holatlarda farq puli ham chiqadi. Mana shu farq oddiy oshirish emas, hujjat asosida qayta hisoblash natijasidir. 5-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Agar oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, unda har bir bola, o'quvchi yoki talaba maqomi, yosh chegarasi, nogiron farzand borligi kabi omillar muhim. Ba'zida bola universitetga yoshga to'lgani uchun to'lov to'xtaydi. Lekin u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma topshirilgach, to'lov davom etishi mumkin. Odamlar buni bilmaydi va bir necha oy pul olmay qoladi. Keyin hujjat topshirsa, ayrim hollarda qayta tiklash va farq puli masalasi ko'riladi. Masalan, Gulbahor opa turmush o'rtog'idan ayrilgan, 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzandi kollej yoki universitetda kunduzgi o'qishga kirgan, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmagan. Tizimda bola umumdagi yoshga to'lgan deb ko'rinadi va to'lov kamayadi. Agar Gulbahor opa vaqtida ma'lumotnoma olib borsa, to'lov qayta tiklanishi va umumiy oylik summa oshishi mumkin. Bu ham ayrim oilalar uchun 300 ming yoki 450 ming so'm farq qiladi. Endi kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini ham aytaman. Agar sizning pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, kartangizga kelayotgan summa oxirgi rasmiy oshirishdan keyin to'g'ri o'zgargan bo'lsa, ish stajingiz to'liq hisobga olingan bo'lsa, mehnat daftarchangizda bahsli joylar bo'lmasa, nogironlik guruhi yoki oilaviy maqomingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ishingizni tekshirtirish zarar qilmaydi. Ba'zan odamlar internetda hammaga 5-7 ming so'm berilar ekan degan gapni eshitadi va ertasi kuni bankomatga yuguradi. Bu noto'g'ri yondashuv. Qo'shimcha pul degani hamma uchun bir xil sovg'a puli emas. U aniq huquqiy asosga, hujjatga va shaxsiy holatga bog'liq. Shuning uchun men doim aytaman, eshitdim degan gap bilan emas, tekshirtirdim, hujjatim bor. Hisob-kitobni oldim degan asos bilan harakat qilish kerak. Birinchi nozik shart. Rasmiy ish haqi bilan qo'lda olingan pul farqi. Ko'p odamlar men o'tgan yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb so'raydi. Men ularga birinchi savolni beraman. O'sha yillarda sizning maoshingiz rasmiy qayd etilganmi? Chunki pensiya hisobida faqat og'zaki aytilgan daromad emas, hujjat bilan tasdiqlangan ish haqi ahamiyatga ega. Agar odam yuqori maosh olgan, lekin hujjatda kam ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham shunga qarab hisoblanadi. Bu adolatsiz tuyulishi mumkin, lekin hisob-kitob hujjat asosida qilinadi. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi xatolar. Ism sharifda bitta harf xato bo'lsa ham, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa ham, korxona muhri o'qilmasa ham, ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar mos kelmasa ham muammo chiqishi mumkin. Masalan, pasportda muhabbat deb yozilgan,
Mehnat daftarchasida esa muhabbat deb ketgan. Ba'zan bunday xato oddiy tuyuladi, lekin arxiv hujjatlari bilan solishtirilganda aniqlik talab qilinadi. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlar ham, hozir pensiyada bo'lganlar ham hujjatlarni tekshirtirib qo'yishi kerak. Uchinchi nozik jihat arxiv ma'lumotnomasining sifati. Arxivdan olingan hujjatda faqat ishlagan degan jumla bo'lishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Unda qaysi sanadan qaysi sanagacha ishlagani, lavozimi, buyruq raqami, ish haqi ma'lumotlari, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, uning vorisi yoki tugatilgani ko'rsatilishi kerak. Agar ma'lumotnoma to'liq bo'lmasa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha aniqlik so'rashi mumkin. Bu jarayon cho'ziladi. Shuning uchun arxivga murojaat qilganda menga pensiya qayta hisoblash uchun to'liq ma'lumotnoma kerak deb aniq yozish zarur. 4-nozik jihat to'lov qaysi oydan boshlab hisoblanishi. Odamlar ko'pincha men bu huquqqa 2 yil oldin ega bo'lganman, demak 2 yillik farqni berishsin deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda to'lovning qaysi sanadan boshlab hisoblanishi murojaat sanasi hujjat taqdim etilgan sana. Qaror chiqqan sana va qonunchilikdagi cheklovlarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni kechikib borsangiz ham o'tgan davr uchun pul olishingiz kafolatlanmaydi. Shuning uchun keyin boraman deb yurmang. Hujjat bor bo'lsa, darhol topshiring. 5-nozik jihat bank kartasi, yashash manzili va tizimdagi ma'lumotlar. Ba'zan pensiya to'g'ri hisoblangan bo'ladi, lekin karta muddati tugagan, bank rekviziti o'zgargan, odam boshqa hududga ko'chgan. Ro'yxat manzili yangilanmagan bo'ladi. Natijada to'lov kechikadi yoki odam pul tushmadi deb o'ylaydi. Bunday holatda muammo pensiya miqdori desa emas, to'lov kanalida bo'lishi mumkin. Shuning uchun bank kartangiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi kerak. 6-nozik jihat norasmiy ishlagan davrlar. Afsuski ko'pchilik yillar davomida bozorda, qurilishda, xizmat ko'rsatishda yoki fermer xo'jaligida og'zaki kelishuv asosida ishlagan. Pul olgan, lekin rasmiy buyruq bo'lmagan, mehnat daftarchasiga yozilmagan, soliq to'lanmagan. Bunday davrlarni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'ladi. Ayrim hollarda sud orqali guvohlar, arxiv yoki boshqa hujjatlar orqali masala ko'rilishi mumkin. Lekin bu oson jarayon emas. Shuning uchun hozir ishlayotgan farzandlaringizga ham ayting. Rasmiy ishlash kelajak pensiyasi uchun juda muhim. Birinchi qadam, oxirgi olgan pensiya summangizni yozib qo'ying. Bank ilovasidan yoki SMS xabardan oxirgi 6 oylik tushumlarni tekshiring. Har oy bir xil tushyaptimi? Qaysi oyda oshgan, qaysi oyda kamaygan, hammasini ko'ring. Agar naqd olsangiz, to'lov vedomosti yoki kvitansiyangizni saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasidan pensiya hisob-kitobingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening pensiya ishimdagi ish staji hisobga olingan ish haq va ustamalar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb ariza yozishingiz mumkin. Arizani 2 nusxada yozgan yaxshi. Bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 3-qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Unda barcha ishlagan joylaringiz yozilganmi, muhrlar o'qiladimi? Sanalar aniqmi? Ism sharifingiz pasport bilan mosmi? Korxona nomlari to'liqmi? Agar biror joyda xato bo'lsa, beparvo bo'lmang. Bu xato 300 ming so'mlik yoki dardiga yetar ming so'mlik farqning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. 4-qadam, arxiv hujjatlarini yig'ing. Agar sobiq ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada korxona nomini, ishlagan taxminiy yillaringizni, lavozimingizni, eski familiyangiz bo'lsa, uni ham yozing. Ayollar uchun bu ayniqsa muhim. Turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, qo'shimcha maqomingiz bo'lsa. Tasdiqlovchi hujjatlarni yangilang. Nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Qarovga muhtojlik bo'lsa, tegishli tibbiy yoki ijtimoiy hujjatlar. Har bir hujjatning nusxasini tayyorlab qo'ying. Aslini esa ko'rsatish uchun olib boring. 6-qadam, agar rad javobi olsangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtab qolmang. Iltimos, rad etish asoslarini yozma ravishda taqdim eting deb so'rang. Yozma javob bo'lsa, siz keyin yuqori tashkilotga, yuristga yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Og'zaki gapni esa isbotlash qiyin. 7-qadam, qo'shnining pensiyasi bilan o'zingiznikini yuzaki solishtirmang. Bu eng katta xatolardan biri. 2 odam bir mahallada yashashi, bir yoshda bo'lishi mumkin. Lekin biri 35 yil rasmiy yuqori maosh bilan ishlagan,
ikkinchisi 22 yil staj bilan chiqqan bo'lishi mumkin. Bir nogironlik ustamasi oladi, ikkinchisi olmaydi. Bir bo'g'uvchini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha oladi. Boshqasi yoshga doir pensiya oladi. Shuning uchun solishtirish faqat hujjat va hisob-kitob asosida bo'lishi kerak. 8-qadam avgust oyida tushgan summani albatta tekshiring. Agar 2026 yil avgustida pensiyangiz odatdagidan ko'proq tushsa, bu nimaning hisobidan qo'shilganini aniqlang. Bu bir martalik farq pulimi yoki har oy davom etadigan yangi miqdormi? Masalan, kartaga 5-7 ming so'm ko'proq tushdi. Odam xursand bo'lib ishlatib yubordi. Keyingi oy yana eski summa tushsa, hayron bo'ladi. Chunki oldingi oyda faqat qayta hisoblashdan kelgan bir martalik farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lov izohini so'rash kerak. 9-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar ariza yozishni, elektron navbat olishni, bank ilovasini tekshirishni bilmasligi mumkin. Farzandlar bunga befarq bo'lmasin. 1 soat vaqt ajratib, ota-onaning pensiya hujjatlarini ko'rib chiqing. Ba'zida bir dona arxiv ma'lumotnomasi oilaga har oy qo'shimcha 300 ming yoki 420 ming so'm olib kelishi mumkin. Bu yiliga 3 million 600 ming yoki 3 million 400 ming so'm degani. Bu oddiy pul emas. 10-qadam. Rasmiy manbalarga tayaning. İnternetdagi har bir xabarni haqiqat deb qabul qilmang. Pensiya bo'yicha eng to'g'ri ma'lumotni Pensiya jamg'armasi Davlat xizmatlari markazi rasmiy portal va qonunchilik hujjatlaridan olish kerak. Agar bir bloger hammaga pul tarqatiladi desa, darhol ishonmang. Savol bering. Qaysi qaror asosida, qaysi toifa uchun, qaysi sanadan, qanday hujjat bilan? Demak, 2026 yil avgust oyida pensiyalar bo'yicha 300 ming, mevjud ming yoki 70 ming so'm qo'shimcha masalasi hammaga bir xil beriladigan oddiy pul emas. Bu ko'pincha pensiya miqdorining oshirilishi, qayta hisoblash, yetishmayotgan stajni qo'shish, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik, arxiv hujjatlari yoki boshqa ustamalar bilan bog'liq bo'ladi. Kimdir 300 ming so'm qo'shimcha sezishi mumkin. Kimdir 70 ming so'm atrofida farq olishi mumkin. Kimdadir esa hujjatlar to'liq bo'lsa, 70 ming so'mgacha qo'shimcha chiqishi mumkin. Lekin asosiy shart bitta. Huquqingizni hujjat bilan tasdiqlash va pensiya ishingizni vaqtida tekshirtirish. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Kutib o'tirmang. Pensiya summangizni tekshiring, mehnat daftarchangizni ko'ring, arxiv hujjatlarini yig'ing. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz pensiyada bo'lsa, ularga yordam bering. Bugun tekshirtirilgan bitta hujjat ertaga har oy oilangizga qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Agar sizda pensiya bo'yicha shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizga qo'shimcha pul qo'shildimi? Qancha qo'shildi? Qanday hujjat talab qilishdi? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqini talab qila oladi. Bilmagan odam esa ko'pincha o'ziga tegishli puldan bexabar qoladi.